Men Mo'minova Dilnoza Adilovna, vrach-revmatologman. Oxirgi 2 yil mobaynida Toshkent shahrida vrach-revmatolog sifatida bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Основное образованиемni Sankt-Peterburgda Institut Meshnikovada olganman va 8 yil mobaynida klinik revmatologik bolnitsada revmatolog sifatida tajriba yuritganman. Ko'p holatlarda pediatrlar bolajonlarda revmatik belgilarni kech sezishadi va shu narsa oxir oqibatda diagnostikani kechiklantirishga va shuningdek davolashni ham kechikib qolishligiga olib keladi. Biz sizlar bilan Boladokda qanday qilib revmatik kasalliklarni o'z vaqtida diagnostika qilishlik, qanday testlarni natijasini ko'rishlik va qanday qilib eng kerakligisi davolash uslubini tanlashni o'rganamiz.